Salom hammaga, sizlar bilan men Shahzod Graf. Bugungi videomizda biz o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning nomi Poppy ekan. Bu o'yinni men Play Market'dan ham o'yinni ko'rmaganman. Shuning uchun kreativ qiluvdim. Ammo nimadir bo'lmayapti. Endi bo'ldi-yu. Ham bo'lmadi men jonimni. O iş başladı bana. Allah'ım. O. Kökner sandığı af bu işte. Sandık açıldı. Fishing rod. Bunun bilan nima qilsak bo'lar ekan? Bu yoqda nima bor ekan? Bu yoqda vayronchalar bor ekan. Buni tashlab turamiz. Buni olib bo'lmas ekan. Shinsi tapi nima bo'ldi? Ishni olib. Keyingisi bu yerdan ham shu yoqqa. O ochildi. Huggy. Bassak birinchi ochilyapti. Yo'q, ochilmayapti. Buni sindirish uchun hech bo'lmasa survival qilib olishimiz kerak. Endi chatdan mana o'zimizga balkon oldik. Boshqa narsalar sindirish uchun ham balkonni. Lekin bu juda sekin sindirar ekan. Hali past qismi ham turibdi. Agar tepa bundan tezroq sinsa, tepadan teshib kiramiz. Past ham sindi. Wow. Stay online. Kiramiz, albatta kiramiz. Qanaqa o'yin o'zi bu? Qo'rqinchli o'yinmi, jumboq o'yinmi bilmayapman. O'zimizga olamiz. Richak olamiz yaxshisi. Bizni chalg'ituvchi. Shuni sindirib ko'ramiz. Bu menimcha boyagidan tezroq sinayapti. Obuna bo'lib turing do'stlar, obuna bo'lmayapsizlar. Umuman obunachimiz hali kam. Shuncha video ko'p ko'ryapsizlar, lekin obuna bo'lmasdan kuzatyapsizlar. Obuna bo'lib qo'ying, shunchaki tekincha. Obuna bo'lish tugmasini bosing bo'ldi.
Türklerden sindirib ko'ramiz. Yerlarga ham kiramiz. Bizga u yoqqa ham kirib mana oldik, endi bu yerga kirib ko'ramiz. Nima? Bu yer yopiq xonami shuncha? Bu yer yopiq xona ekan. Vau, mana komand bloklar shuncha katta ekan, biz uni davom ettiramiz. Bu yerlarda ham hech narsa yo'q. Bu yer ham ko'cha. Yolg'ondan eshib qo'yishibdi. Uni ustiga knapi qo'yish kerak axir. Mana richak olib oldik-ku. Hech nima bo'lmadi. Ana yoqda bir narsa bor. Yo'q, hech narsa yo'q. Bu yoqda bo'lish kerak. Ko'cha. Mana shu joy davom etadi. Yangi joylar. Nimadir shu yerda bor. Effekt olamiz. Bo'lmadi bu effekt. Torch olamiz bizga. Oldik. Ha, bu yo'lak ekan. Yo'q. Endi orqaga yurib bo'lmay qoldi. Meni teleport qildi. Yog'ochlar. Bu nima? Instant. Boyagi joylarga qaytish kerak. Bu yerlarga keyin qaytib kelaman, yana boyagi joylarga qaytib kelishim. Bu yer ko'cha bo'lsa kerak. Ha, ko'cha ekan. Menimcha shu tomonda edim. Mana shu yo'lakdan keldim. Shuncha blok. Uni bizga boshqa joydan bersa kerak. Yana shu yoq ko'rinibdi. Mana shu yerlardan ko'chaga chiqdim. Ha, mana. Bo'ldi, qaytdim. Bu tomondan teleport olib ketadi. Bu tomondan teleport bo'lmasam.
aldashibdi. Davom ettiramiz. 5 kun keyin o'tamiz. Bonusdan bo'lmas ekan. Sindiramiz uni. Paydo bo'laverar ekan. Yana shu yo'l baribir. Mana teleport bo'ldik. Mana bu yerda ko'rmamku axir. O. Ha, bo'ldi. Tushundim. Boyagi xona ekan u ham. Button ketdi. Bir nima. Mana hozir shu yerni sindirdim. Bu sanmasini ochib ko'raman. Shu zumradga o'xshaydimi? Zumrad deb yozib qo'yibdi. Tayoqqa o'xshaydi. Tayoq deb yozib qo'yibman yerda. Nimalarni ko'rsatib yotibdi. Olma. Bu olma bo'lsa endi. Bilmam. Bug'doymish. Bo'sh bo'lsa nimaga qo'ygan? Kartoshka ekan shu. Bunaqa kartoshka yegandan och qolgan yaxshiroq. Davom etamiz. Bu nima bu? Portalmi? Shala portal. No, sandiq bor. No, yeb ham bo'lar ekan buni. Yaylik. Hech nima yo'q. O. Qizil gilam to'shab bizni kutib olishyapti. Nima bu? Davom etganimiz yaxshi. Ko'cha bu. Yurgan ko'cha, biz qayerga borishimiz kerak? Menimcha bu qizil gilamlar qo'shilganga qaraganda biz bu zonani ham yutdik. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Obuna bo'lgan barchaga rahmat. Shuncha video qo'yayapman. Hammaga rahmat, yaxshi ko'rayapti. Lekin obuna bo'lmasdan ham kuzatayotganlar bor. Shunchaki obuna bo'lib qo'ying. Hali ham obunachimiz 20 ta ham bo'lmagan bo'lsa kerak hali. Katta kanallar nimalarni qo'yayapti. Shunda ham obuna bo'lib uni kuzatyapsiz. Men esa shuncha video mehnat qilib qo'yayapman. Obunachim hali beri 20 ta bo'lib yotibdi. Obuna bo'lib qo'ying, tekin axir qo'llab-quvvatlang. Keyingi safar yana boshqa video chiqaraman. Bu video juda zo'r bo'ladi. Unda 2 kishi o'ynashimiz kutilmoqda. 2 kishi o'ynab video olamiz. Zombilarga qarshi zombi paydo bo'layotgan apparat qurmoqchimiz. Va u apparatni yoqib qo'yib ko'p vaqt turadi, ancha vaqt. Shuncha vaqtda zombi paydo bo'laveradi. Paydo bo'lib bu vaqt o'tgach biz bu apparatni o'chiramiz va zombilarga qarshi urushamiz.
Va men bilan yana bir sherigim ham bo'ladi. 2 kishi bo'lib bu zonani o'ynamoqchimiz. O'zimiz yasamoqchimiz buni qo'ldan qurib. Shuncha mehnat uchun obuna bo'lib qo'ying, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Hammaga xayr do'stlar.